Mana shu hadisga mazza qilaman. Man ala ibnatayni aw thalatha aw ukhtayni aw thalatha hatta bayyana hatta yabinna aw yamut anhunna kuntu ana wa huwa fil jannati kahatayn. Kim ikkita yoki uchta qizni katta qilsa, kim ikkita yoki uchta qizni katta qilsa, ularga yaxshi muomala qilib, yo ularni erga berguncha yashasa, yoki ertaroq o'lib ketibdi, yoki ikkita singil yoki uchta singilni katta qilsa. Men juda shunaqa odamlarni ko'p ko'rganman. Dadamiz vafot qilgandan keyin 3 ta singlim bilan qoldim, 4 ta singil bilan qoldim degan erkaklardan ko'p eshitamiz shunaqa qilyapti. Shunday. Ishladim, chiqardim bularni, hammalari o'g'il qizli bo'ldi deb Allohga shukr aytadigan birodarlar, musulmon yigitlarni ko'raman men. Mard yigitlarni ko'raman. Rasululloh shular haqida aytganlar. Kim shunaqa qilsa, men bilan jannatda shunday bo'ladi deganlar. Xotiningiz qiz tug'sa peshonasidan o'ping. Ya Rasululloh, menda bitta qiz bor deb bittasi. Sizga o'xshab. Desa bitta qiz ham shunaqa degan ekanlar. Yana qiz tug'sang seni raddimdan olib chiqmayman debdi-da bittasi. Voy, senga jannat tug'yapti u. Shunday emasmi? O'g'il siz bilan bizmi? Otasi uyiga kelsa yugurib yelkasiga osiladigan qiz-ku. O'g'il bola salom bermaydi ko'pchiligi. Alloh taolo qizlarimizni saodatli qilsin. Duo qilinglar. Bizni musulmon yigitlarimiz, o'zbek yigitlarimiz islomda ayol kishi qadrlangan deganda hijolat bo'lib qolmaydigan bo'laylik.